Ekonom pechkamiz 2026-yil uchun qanaqangi yangiliklari bor? Buni hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ekonom pechkamiz boshlang'ich nuqtasi mana bu bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin mana. Birinchi ekzemplyar. Tepada teplabmenlari kichkina bo'lgan, ikkinchisi mana turbadan qilingan. Teplabmenligini kattaroq qilganmiz. Taslonkalari bilan. Eshiklari ham chiqib ketyapti. Xo'p, ekonom pechkamizni keyingi chiqqan variantlari 25 ga 25 bunkerligi bor mana. Yonlari qo'rg'a, teplabmeni katta. Eshigi ham katta bo'lgan. Ichlari chugundan. Asosiy cho'qtiradigan doylari двойной qilib qo'yilgan. Shunga qo'shimcha mana bundaqangi tapchanlarni qilib beryapmiz. Pod zakaz. Kim so'ragan bo'lsa, shunaqalardan qilib beramiz. Hop. Bundan tashqari prostoy holatda mana bundagi hech qanaqangi tapchani bo'lmaydi, tevasida reshotkasi bo'lmaydi. Va yana yangiliklarimizdan kotyol variantimiz. Gibrid kotyolimiz ikkinchi varianti, kattalashtirilgan holatda. Bu to'rxonaga mo'ljallangan, 80 kvadratgacha mo'ljallangan. Taylari turbadan iborat, tepalarida ham ikki qator turba. Eshiklari germetika, pastdan yoqish uchun hamda bu yerdan cho'g'larini olish uchun, kunlarini olish uchun. Effekti nihoyatda yaxshi. 4 ta xonani bemalol osib beradi. 20 kilodan 20 kilogacha rasxodi bor. Va yana o'zimizni milliy paxtakor pechka. Shuningdek, mana bundaqangi tevasiga gullar bilan qilib beramiz. Bu ham pod zakaz chiqadi. Kim qilib beringlar desa, shunga qarab qilib beriladi. Qo'shimcha puliga qo'shimcha bo'lib qoladi. Birinchi chiqqan eng xadavoy pechkamiz mana shu bo'ladi. Bunker 20 ga 20 bo'ladi. Eshiklari ham eski holatidan kattalashgan. Ichlarida tozalash uchun anaqangi cho'plari bo'ladi. Shuningdek, kullon bo'ladi. Bir kunda bir mahal o'rka uchun. Pechkamizni qanday yoqish kerak? Tevadan o'tin tashaladi. O'tin tashlab turib, birinchi ilashtirib olgandan keyin va pastdan yoqiladi. Yoqilgandan keyin havon ligrovkasi mana bu yerdan bo'ladi. Mana bu yerdan ligrovka qilib qo'yiladi. Ligrovka qilib yonib olgandan keyin mana shunchalik qilib qo'yilsa bemalol yetadi. Yotayotganda mana 1 sm qilib qo'yilsa bemalol yetadi. Ertalabgacha yoqib chiqadi. Tashalgan ko'mirni. Pechkalarimiz, xudo xolasa, har xil variantlardan bor qilib beryapmiz. Shuningdek, eski gibridlarimizni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Eng xadavoy bo'lgan gibridimiz. Bu 3 ta xonaga mo'ljallangan. Buni ham eshiklari germetika bo'lgan. Az biz nimadan? Iplardan. Va buni ham tevasiga qo'shimcha turbalardan qo'shganmiz. Taylarda suv aylanadi. Bu yonida, orqasida va bu yonida 3 tarafida jami suv bo'ladi. Tayida, tevasida, turbalarda suv bo'ladi. Kraskalanmagan holatlari. Kimga mana shunaqangi pechkalarimiz zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, yetkazib beramiz. Brendlarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu brend ostida bo'ladi. Pechkamizni ishlab chiqarish seximiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.